tasavvur qiling, rektorni ish chiqib olib, o'rniga Twitter duo qilsa qanday bo'ladi? Marhamat. Rektor yo'q, bolalar. Twitter domlamizga, domla. Twitterlarda tuyg'ulari sollo. Hormanglar bolalar. Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Charchamayapsizlarmi? Aka. Tinchlikmi? Domla, rektorimiz ketib qopti. Siz mana Twittersiz. Hech bo'lmasa siz duo qilib bering, sahnaga chiqib yutib ketaylik. Menmi? Men ha? O, Twitterlar davri kelibdimi? Twitterlar duo qiladimi? Ha aka. Twitterlar ham odam. Duo qilishni biladi. Qani? Qani? Domad to'liqmi o'zi? To'liq. Ha? To'liq aka, to'liq. Bo'ling, duo qiling aka, shashilab sahnaga chiqishimiz kerak. Bo'ldi, duomi? Duo. Bo'ldi, qani? Kontradan kimning qarzi bor? Hamma 100% to'lagan. To'laganmi? Animi? Domla shashilyapmiz, sahnaga chiqishimiz kerak. Ha, bo'pti. Qani? Baqirmamaydi, duo bo'lyapti. Duoni buzyapsan ben. To'xtangda domla, sizga bitta savolim bor. Shu savolni ber. Savolni kutyapman. Mana biz QVZ o'ynayapmiz. QVZda YouTube'ga 30 million so'm pul qo'yilgan. Hop. Ash 30 million so'mni hech narsa qilmasdan qanday olsak bo'ladi? Jinnimasan, hech narsa qilmasdan ham 30 millionni olsa bo'ladimi? Mana siz hech narsa qilmasdan oyligingizni olib yuribsiz-ku.